Erkaklar aka-ukangiz bilan bitta xonadonda yashaysizmi? Erkak bo'ling, bolangizga nimadir olib keldingizmi, uni bolasiga ham olib keling. Alloh sizga ziyoda qilib beradi. Ehson mukofoti faqat ehson. Eng yomon narsa shu-da, ana o'zini bolasi uchalasi bittadan baland ko'tarib chiqadi-da. Buni bolalarni ham yegisi keladi, lekin buni ota-onasi hozir sharoiti yo'qdir yoki bo'lmasa bormagandir. Bolaga tushuntirib olmaydi. Mana bolam 10 ming pul, men senga ertalab banan olib beraman. Ertalabgacha o'ksinib chiqadi bolaning qalbi. Turadigan bo'lsa 10 ming ham turmaydigan bananni deb siz farishtalarning qalbini og'ritib chiqasiz ertalabgacha. Vijdon qiynalmaydimi vijdon? Bu ish ko'proq xotinlik qiladi. Eri 1 kilo olib keladi, shu 5 ta bolaga yetadi, 2 tasini olib beradi, qolganini bekitib qo'yadi. Unaqa qilmang. 3 kun yemasa qorayib ham qoladi. Hech qachon bola ajratmang. Allohning oldida javobini bera olmay qolasiz. Sizni uyingizga kelibchi, sizni dasturxoningizdan bitta bo'ling non yesachi, do'ppizni osmonga otib yuboring, hop. Agar o'zingiz bola sizni uyingizga chiqib, dasturxoningizdan bitta non yesa, qo'lini o'ping, nonni olib yegani uchun. U dunyoda buni savobi katta. Shuningdek, qaynakachingiz bolasi kelib 3 kun sizni uyingizda yashasa boru, uni qachon ketadi, jonga tegdi demang hech qachon. Eringiz unga bir narsalar olib bersa, demang, qizg'anmang. Rosa savobi katta bo'ladi buni. Rosa savobi katta bo'ladi. Alloh sizga rizq yog'dirib qo'yadi evaziga. 5 ming so'm rasxod qilsangiz 50 ming so'm beradi. 50 ming so'm rasxod qilsangiz 500 ming so'm beradi. 500 ming so'm rasxod qilsangiz Alloh 5 million so'm beradi. Hech qachon qizg'anmang. Qo'shningizning bolasi chiqib siz uyingizda bir narsa yesa, nuqul uyimizga chiqib ovqatlanadi demang. Xursand bo'lib keting, xursand. Har bittasiga ajr yoz.